Assalomu alaykum hurmatli Qanot Air aviakassasi kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun bir ajoyib yangiliklarimiz bor. Bu aviabiletlarning narxlarining qimmatligi. Bugun bir necha soat avval Uzbekistan Airways kompaniyasi jurnalistlar bilan bo'lgan muloqotni jonli efirda kuzatib bordik va bir qancha sabablarni aniqlashtirdik. Sizlar uchun bu ma'lumotlarni yetkazish manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Narxlarning ko'tarilishiga asosiy sabablardan biri bu yoqilg'ilarning yetishmasligi va narxlarning oshishiga sabab bo'lmoqda. Chunki barchamiz bilib turganimizdek, bir qancha davlatlarda urushlar olib borilyapti va bu global miqyosda ta'sir doiraga ega. Shu sababdan yoqilg'i narxlari oshgan va qo'shimchasiga aviabiletlar ham oshishi mana kuzatilmoqda. Sizlardan sabr toqat tilaymiz va qisqa vaqtlar ichida yana narxlar o'z joyiga tushishini kutib qolamiz. Qanot Air aviakassasi bilan birga qoling va bizni Instagram, Telegram, YouTube kanallarimiz orqali kuzatishda davom eting va do'stlarni taklif qiling. Biz barcha kerakli bo'ladigan yangiliklar, aksiya biletlarini hammasini sizlar uchun taqdim etishda davom etamiz. Qanot Air aviakassasi sizlar bilan.